Bilaman, kalta dvoyka kiyolmaysiz go'zalim. Shuning uchun hammani didiga to'g'ri keladigan, rubashkasi uzun, ichidagi kilotlari keng bo'lgan dvoykalarimizdan, Turkiya dvoykalarimizdan sotuvga olib chiqdik. Har bitta modelni kiyib obzor qilib beraman. Bitta videoga like bosib qo'ying, siz uchun maxsus eng chiroyli variantlardan ko'rsataman. Skromniy variant yoqtiradiganlar uchun однотонный variant, rubashkasi oxirgacha tugmalari bor, cho'ntak qismlari bor. Shimini ham ko'rsataman. Shimlari ham kengda, shimlarida ham cho'ntak qismlari bor. Bellar rezinkali, большеверка razmer kelgan, do'mboqlarimga ham to'g'ri keladi. Narxlari 345 ming so'mdan chiqyapti. Turkiyadan maxsus zilmus uchun kelgan dvoykalarimiz. Ranglarini ko'rsataman sizlarga. Xohlasanglar mana, qaranglar. Ivory rangidan bor, oppog'idan bor. Sal och bejevый rangidan bor, ustimdagi choko rangidan bor. Bunda videoda menimcha seriya bo'lib ko'rinyapti, lekin o'rtoqlar bu choko rang. Agar xohlasanglar, mana modelimizdan bor. Ustlari mana shunaqa chiroyli qilib ishlangan. Bu ustimdagidan sal boshqacharoq. Materiali shtapel, tegi kengroq ketgan. Ustimdagi model bilan sal o'xshashligi borligi uchun bittada obzor qilib beraman. Ranglarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Sizlar uchun maxsus Zilmusni filiallaridan endilikda olib ketsanglar bo'ladi. Yoqamasa dvoykam, opajonim, bitta like bosib qo'ying.